Assalamu alaykum hörmətli anlıqçılar, xeyirli gündə. Yazğıcı Yasincan Sadıqçıqlarının Bahadırnamə namlıq romanının davamını anlayırsınızlar. Oş bilan öz kentini birli hücum bilan alğan Baburning jasarati hassilib oshgan edi. Shu topda u chaqmoq tezligida ilgarilab oqsig'i berib, Shaybon xonga orqa tarafdan hujum qilish yoki avval Andijonga berib, Ahmad Tanbal bilan jang qilib, Andijonni ishg'ol qilgandan keyin ondan oqsig'i berish haqida bir qarorga kelolmay qolgan edi. Andijonga lashkar tortish orzusi bakrak kuchli edi. Chunki Andijonda ashaddiy raqibi Ahmad Tanbal bor edi. Uni tashlab qo'yib oqsig'i berishga ko'ngil orzusi yo'l qo'ymayotdi. Shaybonning xon tog'larimdan avval oqsig'i yetib kelalishi mumkin emas. U har qancha tez yurgandimi, o'rtepida Muhammad Husayn Karagan bilan Said Muhammad Mirzaga duch keladi. Ular Shaybonni oqsi tarafga osonlikcha o'tkazmaydi. Shunga oqsig'i oldirib berishimning hojati yo'q. Hozir Ahmad Tanbal vahimada qoldi. Xon tog'larimning surhaybasidan qo'rqib, Andijonni tashlab ketishim mumkin. Ishqilib hozir uning ko'ngli joyida emas. O'z beshining qiymati. Andijon aholisi meni xohlaydi. Mushundaq vaqtda Andijonga tegish qilmasam, fursatni qo'ldan berib qo'yman. Aslida avval Andijonga tegish qilib, Ahmad Tanbaldan uzil-kesil xalos bo'lish kerak edi. Lekin bu taklifimga tag'in qo'shilmadi. Oqsig'i berish uchun Andijonni yendan o'tishim kerak. Shundaq turqliq nemishga tegish qilmayman. Andijonga tegish qilib, Ahmad Tanbalni yo'qotsam, xon tog'amning farmoniga xiloflik qilganim bilan amaliyotda yana to'p ko'rsatgan bo'laman. Kichik xon tog'am Allohxon oliylarining oldida izzat obro'yim oshadi. Uning ustiga Andijon otimiras taxtigohim. Uni yotlarning qo'liga tashlab qo'yish nomus. Shundoq qilay. Avval Andijonga tegish qilay. Andijonni ishg'ol qilgandan keyin ondan oqsig'i borsam kechikmayman. Andijon bilan oqsining oraliqi yarim kunlik yo'l. Babur bir qarorga kelgandan keyin qo'shinni ikkiga ayirdi. Bir bo'lak lashkarlarga kichik xon tog'asi Sulton Ahmad xonning sarkardasi Xo'ja Muhammad Alini sarkardlikka belgiladi. Ahmad Tanbal bakmi hiylagar narsa, dedi u Xo'ja Muhammad Aliga. Ta'mimchi u hozir vahimada turibdi. 5000 lashkar bilan bir aqli yopirilib olsaq, jangga chiqib unmay Andijon qo'rg'onini bekitib yetib olishi mumkin. Qo'rg'onning sepili mustahkam, hujum qilib olmoq tas. Navoda mudofiyada turib olsa, jang so'zilib ketib, xon tog'larimning yeniga belgilangan muhlat yetib bormay qolamiz. Shunga men bir bo'lak lashkarlar bilan turshavul bo'lib, oldin mang'ashtiray. Sizlar orqamizdan kechilab yetib borsizlar. Ahmad Tanbal lashkarlarimning ozligini ko'rsa, cho'qim jangga chiqadi. Uninggacha sizlar yetib kelsizlar. Ikki tarafdan qismoqqa ilib bir aqli hujum qilamiz. Kechida o'xshmaslik yuz berishining oldini olish uchun uchrashganda o'ranlashaylik. Uran Toshkent bilan sayron bo'lsin. Baburning farzi to'g'ri chiqqan edi. Ahmad Tanbal uning ozg'ina lashkar bilan kelayotganligidan xabar tepib, darhol Andijon shahrining sirtidagi Childo'xtaranda bargoh tikib saqlab turdi. Babur namozxon bilan yetib kelgan edi. U Ahmad Tanbalga qo'rqqandek tuyg'u berish uchun orqasiga 2 chaqirim chekinib bargoh tikdi. Amaliyotda vaqtni kayniga surib, orqasidan kelayotgan Xo'ja Muhammad Alini saqlayotdi. Qorong'i tushib qolganlik uchun Ahmad Tanbal modamalliqqa hujum qilishga betin olmadi. Shunday qilib, ikki qo'shin nog'ri dumboq chelib, bir-biriga hayba ko'rsatish bilan kupaylandi. Qo'riqchilar sagak bo'lsin, dedi Babur Tunqatarbekka jekilib. Havo tutuq turadi. Tun qorong'usi bo'lishi mumkin. Yovning tun qorong'usidan foydalanib shapqon urish ehtimoli bor. Zinhor bexastalikka yo'l qo'yilmag'ay. Lashkargohga yaqinlashmoqchi bo'lganlardan uran so'ranglar. Tunqatarbek kechilik qorovullar begi, shapqon kechisi tuyuqsiz qilingan hujum deb izoh etdi. Tun nisbidan oshgan edi.
Baburning tuyuqsiz shapqin urushidan ansirgan Ahmad Tanbalmi sarkarda lashkarlarini sagak turishga buyurgan edi. Rastınla bu kecha bakmi qorong'i bo'ldi. Qo'lni so'zsa barmoqlarini ko'rgil bo'lmaydi. Tün qorong'usida shap chiqarmay kelayotgan Xo'ja Muhammad Alining lashkarlari Baburning bargohiga yaqinlashib qolgan edi. Bargoh qo'riqchilari bir to'p otliqning kelayotganligini sezib, birdan sagaklashdi va ulardan uran so'radi. Toshkent. Xo'ja Muhammad Ali oldida kelyotdi. U qaravullaga javob berish uchun oldirab eg'iz ochdi. Toshkent. Qaravulla kelayotganlarning uranga xato javob berganligini bilib, birdan jiddiylashdi. Aslida Toshkent deb so'ralsa, Sayram deb so'ralsa, Toshkent deb javob berish kerak edi. Xo'ja Muhammad Ali oldirashchilikda Sayram demay, Toshkent deb xato javob berib qo'ygan edi. Yov lashkarlari shabqon urushga kelgan o'xshaydi deb o'ylagan qaravulla darhol qo'llaridagi tabilvozni chelib bargohga xabar berdi. Tabilvoz belgi beradigan mis asvab deb izohatdi. Baburning ko'zi amdil uyquga ilinishgan edi. Tabilvozning ansiz ovozini anglab chachirab o'rnidan turdi. Qilichini ilib, har ehtimol qarshi to'qib tayyorlab, chedir to'g'i bog'lab qo'ygan etag'a mindi. Lashkarlarning hammasi jang kiyimi bilan yotgan edi. Tabilvozning ovozi bilan tang do'mboqchilar jang do'mboqlarini chelib, suran selishga boshladi. Bu kutilmagan hodisa Xo'ja Muhammad Alinimi kechida odishib yov bargohiga yaqinlab qolgan o'xshaymiz degan to'yg'iga keltirib qo'ygan edi. Uranga xato javob berib qo'yganligi xiyoliga kelmaydi. Shuning bilan ularni jangga hozirlandi. Ular avval bir-biriga qarsig'ili o'q etishdi. Ondan qilishlashishga boshladi. Shu daqiqada ular tun qorong'usida o'qishmasdan qirg'inchilikqa tushgan edi. Ular shu tarzda bir hoza chepishgandan keyin ondan orada o'qishmaslik bo'lganligini his qilishdi. Bu chaqda xeyli ko'p lashkarlar jinidan ayrilgan edi. Baburning bargohidan anglangan qirchab sadolari Ahmad Tanbalni uyg'otib edi. Shaybonxon oliylar yordamga lashkar avatgan o'xshaydi. Nimaga qarab turman? Fursatni chang tutib Baburni ko'zdan yo'qotay. U sarkarda lashkarlarni tezdan hujum qilishga buyurdi. Bir maydon o'zaro qirg'indan keyin holidan ketgan lashkarlar endi rasmiy yovg'idush kelganda jasoratini yo'qotgan edi. Shunlashqa ular shiddat bilan bostirib kelgan yovg'a taqobil tura olmay qechishga boshladi. Lashkarlar chekinsin, dedi yana tirkashsa texmi ko'p talobatga uchraydiganligini his qilgan Babur. Qaysi tarafga chekinamiz oliylari? Tuzgan planning sug'uchilashganini ozdab, o'zaro qirg'in qilib, nurg'un lashkarlardan ayrilib qolganligiga jiyli bo'lgan Babur jahli bilan vaqirdi. Nega bo'ladi? O'shqa! Bu chaqda tong suzilishga boshlagan bo'lib, Babur allaqachon qo'rshavga tushib qolgan edi. U sarkarlar bilan qo'rshavni bo'sib chiqish uchun jon pidoliq bilan tirkashdi. Qilishlashib etib Ahmad Tanbalga ro'p-ro' kelib qoldi. Ikki raqibning ko'zlaridan o't chaqnab ketdi. Bir-biriga jahli bilan qilich chepishdi. Ahmad Tanbal chaqqonlik bilan pand ishlatib, Baburning beshiga qilich chapdi. Elim yaxshi, uning beshida po'lat dubulg'isi bor edi. Qilich dubulg'ining bir parchasini uchirib ketdi. Baburning ko'zidan vallada o't chaqnab, santirlib yiqildi. Uningcha Sherinbay tog'ayi uni yo'lib oldi. Nökarlari Ahmad Tanbalga tashlandi. Ahmad Tanbal o'ziga Shaybonxondan yordamchi lashkar kelmaganligini allaqachon his qilgan va Babur meni jangga chiqarish uchun kechida hiyla ishlatgan o'xshaydi deb qolgan edi. Shunga u ishonchini yo'qotib, lashkarlarni darhol chekindirdi va shu qochqancha Andijon shahriga kirib oldi. Garchi Babur yaralanmagan bo'lsa-mu, beshi to'xtamay og'riydi. U Ahmad Tanbal beshiga chapgan qilishni o'z vaqtida uningga o'zining sovuq qolganligini esiga elib, ichi ochiq bo'lib ketdi.
Aşı qilishda jinidan ayrilgani tas qilgan edi. Xon tog'am bergan 5000 lashkarning 20dan ko'pragi talafotga uchrabdi. Aman qolganlarning 20dan ko'pragi yaralanibdi. Endi bu ahvolda tog'larimning oldiga qanday borarman? Eng yaxshisi o'shqa qaytay. Balkim o'shda lashkar to'liqlab olarman. U ana shu xiyol bilan o'shqa qarab mangdi. Toshkent shahrini vahima qoplagan edi. Savdogarlar, do'kondarlar do'konlarini taqagan, hunarvan kasblar ish to'xtatgan, hatto charbozorchi, ushshaq elif satarlarmi allaqayoqlarga g'oyib bo'lishgan. Oshpuzul xo'jayinlari, navoy, qassob, baqqol, do'g'abchilarmi tijoratlarini to'xtatishgan edi. Ko'chalarda odamlar yo'q deyarlik edi. Allaqandoq bir hojat bilan ko'chaga chiqqanlarmi vahima, tashvish ilkida ikki yoniga qarab, o'diqib, tamtirab, tomtuvi doldi bilan mengib manzilga berishga oldiraydi. Ha, shahar aholisi eshik darvozalarini mahkam taqab, qorong'u qaznaqlarga bekinib olishgan edi. Faqat shaharning omonligini chorlayotgan Shaybonxonning g'olib lashkarlari otlarida gidiyib o'ltirishganicha, qaysi qo'ro'jayning ichida jiqroq mol dunyoning borligini didlayotgandek atrofga olib qo'ymay qarab timsiqlaydi. Shaybonxon shahar aholisini bulab olmaslikka qattiq farmon tushirganligi uchun ular egisining boy zardorligidan dalolat berib turgan hashamatli qo'ro'jaylarga bostirib kirishdan o'zlarini aron-aron besib turishadi. Ha, dadisi bilan tog'isining asirga tushganligidan xabar topgan Xonzoda Sulton Muhammad Xon aka Shaybonxonga qarshiliqsizlar Toshkent shahrining darvozasini ochib bergan edi. Shu topdan Sulton Mahmud Xon, Sulton Ahmad Xon va ularning asirga tushgan barliq sarkarda lashkarlari qattiq nazarband qilingan edi. Shaybonxon Toshkentga kirgan 3 kundan beri sarkarda lashkarlarini shahar aholisiga vahima solmaslik haqida qattiq farmon berib, 5 vaqt namozni vaqt qarorida ado qilgandan sirt boshqa vaqtlarda xolis uxlab, xolisi isil g'izolarni yeb orom elib Bu jarayonda asirga tushgan aka-uka xonlar bilan mu ko'rishmadi. Turqidan ularni esdan chiqarayotgandek qiladi. Ma'lum bo'lg'ay. Enisi Mahmud Sultan, o'g'li Temir Sultan va kuyovlari Jonbek xonlar bilan tushlik xizoyayotgan Shaybonxon pag'oqda qo'l bog'lab turgan Hudaychibekka ko'zining qirida qarab qo'yib, qo'lidagi chalg'a ochilgan qirg'avul pochiqini dasturxonga qo'ydi. Xo'sh. Oqsidagi Shayx Bayoziddin Chaparman keldi. Arzimas bir bagning chaparmanini qabul qilishni xohlamagan Shaybonxon erinchaklik bilan so'radi. Muddasi nima ekan? Chaparmanning deyishicha, Oqsidagi jang maydonini tozalayotgan lashkarlari Olojxonning xonzodasi Saidxonni qo'lga tushiribdi. Bu xabar Shaybonxonning diqqatini tortdi. Ul xonzodani qandoq tutibdi? Jangda ul xonzodining yutisiga o'q tegib yaralangan jeri o'liklarni bir taraf qilayotganlar bir ozgalda panohlanib yetib olgan yerdan bayqabdi. Hozir nima ekan? Qudratli panohgohimizni bir taraf qilish uchun dargohlarga avatibdi. Shayx Bayozidning bu to'pisi uchun bir yoqliq zarbobton avatib berilgan. Dedi Shaybonxon mamnun bo'lgan holda. Jarrohlar Olojxonning o'l xonzodasining jarohatini yaxshi amlab ayrim kutgay. Otasi bilan ko'rishtirmisin. U farmon berib bo'lib, qirg'avul pochiqini yana g'ojilashga boshladi. Janobi xon otam o'l og'i ini xonlarni qandoq bir taraf qilishni o'ylashdi ekan. Ehtiyot bilan so'radi Temir Sulton. Shaybonxon 3 kundan beri bu haqda eg'zashmaganlik uchun inisi, o'g'li va kuyovli uning muddasini bilishga qiziqib qolgan edi. Sizlarchi ularni qandoq bir taraf qilsak bo'lar? O'ltirganlar damalliqqa javob bera olmay bir-biriga qarashdi. Meningcha kollisni olayli, dedi Temir Sulton dodillik bilan javob berib. Bu orqali Janobi xon otamga sarkashlik qilishga niyat qilgan atrofimizdagi xon sultonlarga ibrat qilaylik.
Ol ağı inixanlarının kallası ilinğanlıqını anlasa, ular özlikidən təxtiqatlarına itaat gərdinini sunudu. Şeybanıxan oğlunun çırayı qırasa bir qarab elib, yana qo'lidagi ustixonni g'ajlashga boshladi. Orani bir pas sukut bosdi. Onun inkas bildirmaganini ko'rib, inisi bilan kuyog'li lam jim demadi. Men sizlarga bir hikoya aytib beray, dedi Shaybonixon bir tilla beshini ko'tarib. Qaysi bir shaharda bir mansabdordan gunoh sodir bo'lgan ekan. Shahar hokimi ol mansabdorni jazolash uchun bir muncha pul jarimani qo'yibdi. Ammo ol mansabdorning bisotida jarimanini to'ligidek mol-mulk, pul-puchak yo'q ekan. Shunga hokim uni qiyin qistoqqa elib jazolabdi. Naq maydonda bahma mehr shafqatlik ham zardor bir xo'ja bor ekan. Uning heliqi mansabdorga ish chaqiribdi-da, uningga qo'yilgan jarimanini to'lab berib, azobdan xalos qilibdi. Ondan uyga ep berib, ko'p mehribonliklar bilan mehmon qilibdi. Bir kuni heliqi mansabdor o'g'li bilan paranglashayotgan ekan. Xo'ja tasodifiy fursatda ol ota bolaning suhbatini daldida turib anglab qopdi. O'g'li otasidan: "Ey ota, xo'ja hazratlari bizga ko'p yaxshilik qildi. Uning qilgan bu yaxshilik, mehribonligini qanday qaytarib bo'lamiz?" deb so'rabdi. Heliqi mansabdor o'g'liga javob beribdiki: "Ilgirki mansibim asliga kelsa, buning chorasi oson." O'g'li yana so'rabdi: "Buncha bola zo'r yaxshilikni qaytarish qandaqmi oson bo'lsin?" Mansabdor o'g'liga mundaq javob beribdi: "Ilgirki mansibim qo'limga kelsa, ol xo'jaga bir gunoh otib, noyat ko'p mol dunyo jarimani qo'yaman. Bu jarimanini to'lashga xo'janing mol bisoti yetishmay qoladi. Shu chaqda bir rahimsiz navkarni avatib, xo'jani chidog'isiz qiyin qistoqqa elib azoblayman. Shuning bilan xo'ja ilojisiz menga bor yo'qining hammasini beradi. Kam qolgan jarimanini xo'janing menga qilgan yaxshiligining yuzini qilgan bo'lib kechirim qilib etaman. Shuning bilan xo'ja mendan cheksiz minnatdor bo'ladi va menga qilgan bu yaxshiligiga javob qaytarganimdan xushal bo'ladi." Bu hikoyatni aytib berishimdagi muddo shulki, dedi Shaybonixon chiroyiga hiligarlik bilan kulki yugurdi. Ilgari hokim tarafidan jazolangan heliqi mansabdorga o'xshaydim. Sulton Mahmudxon bo'lsa dal heliqi shafqatli xo'ja edi. Mana hozir uning ashu shafqatiga javob qaytaradigan fursat keldi. Amdilikda uni o'ltirsam, el yurtga nomard degan yomon atqim tarqaydi. Shunga uning yaxshiligini heliqi mansabdorning tadbiri bo'yicha qaytarmoqchiman. Yana xon og'am donadir, dedi inisi Mahmud Sulton chiroyiga kulki yugurdi. U chaqda el yurt silini keng qo'saq, mehribon, shafqatlik deb maqtashidi. Esil fazilatlari yurt-yurtga taraydi. O'rtipidan xabar bormi? Shaybonixon inisining maqtashlariga e'ron qilmay, chala hijib o'tirgan kuyovli Jonbek Sultondan so'radi. "Xabar bor", dedi Jonbek Sulton. "Posibonlarning asirga tushganligidan xabar topgan ul og'i inimizlar biz bilan sulh tuzishga hozirlanayotgan ekan. Oliylarning avatga maktubini topshirib elib, sulh tuzgidek fursatni qolmaganligini his qilgan bo'lsa kerak. Said Muhammad Mirza salom berish uchun kelib yetibdi. Kechgacha yetib kelishi mumkin." Muhammad Husayn ko'ragan bilan Said Muhammad Mirzaning qarshilik ko'rsatishidan ansirgan Shaybonixon o'rtipiga chaparman avatib, aka-uka Mirzalar qarshilik ko'rsatsa, Sulton Mahmudxon bilan Sulton Ahmadxonni o'ltirib yetadiganligini, navoda oldiga chiroyliqcha salomga kelsa, ishlarni chiroyliqcha hal qildiganligini bildirib xat yozgan edi. Muhammad Husayn ko'ragan kelmay qo'yibdi-da, dedi Shaybonixon afsuslangan holda. "Bo'pti, inisi bo'lsimi kepti. Ol Said Muhammad Mirzani bo'sh chaqlig'ili bo'lmaydi. Toshkentga kelsa yaxshi muomala bilan kutib olinglar. Ayrim so'lamdiq? Yo'q. Ol og'i inaxonlarning qishiga opiringlar. Posibonlarning ahvolini ko'rib qo'ysin. Ayg'oqchilar Boburning derkini olalabdimi? Hech xabar yo'q, dedi Jonbek Sulton. Andijonda Ahmad Tanbal bilan urush qilib yengilgandan keyin o'sh tarafga ketganmish.
Biroq berib bo'g'icha o'shqa qoldirib qo'ygan sarkard lashkarlari aholini bulab talg'ashqa, o'sh aholisi qo'zg'alib, ularni ur qilib qo'g'lab chiqaribdi. Shuning bilan o'shtim turolmay Barakoh tog'lari qechib ketibdi. Derkin elishga yana chaparman mang'izdi. Shaybonixon ortiqcha ifoda bildirmadi. Ammo Boburning qechib ketganligidan afsuslanayotganligi chiroyidan bilinib qolgan edi. Quchqi kangri, o ne'matlari mo'l Barakoh tog'laridan bir qochqinni izlab tepishning tasliki uningga ayon edi. Asrga tushgandan beri o'lim vahimasida taqdiridan qayg'urib, g'am andish ichida qolgan Sulton Mahmudxon xuddi shilib olgandakli yodab ketgan edi. Qarang'u, zay ishkiri qaznaqning to'nligidan kun bo'yi ko'z uzmaydi. Tiriq qidiqilgan shapidan mu cho'chiydi. Tomoq ko'tarib kirgan xizmatkorlarmi yeyib xushomat qiladi. Shaybonixon oliylarining himmatiga tashakkur, minnatdorligini yetkazib qo'yg'aylar deyishni unutib qolmaydi. Her vaqtlik namazida bo'qildab yig'lig'inicha uzundan uzun duo qiladi. Tangridan Shaybonixonning ko'ngliga insof tavfiq tilaydi. Akisining bu qadar qo'rqinchliqini oddiy xizmatkorlarga qilayotgan qullar xushomatini ko'rgan Sulton Ahmadxon nomusdan yerilg'idek bo'ladi. Ammo akisiga sherib bir eg'iz nasihat qilmaydi. Tasallima bermaydi. Nomus, xo'rliq, erksizlik yurkiga nashtardek sanchilib, qiynab orom bermaydi. Kun bo'yi qopqini turib, hech kimga gap qilmay o'ltirgan edi. Texchilar o'lik tirikligi haqida xabar ololmagan o'g'li Saidxondan vayim yetdi. Allohdan o'g'liga omon esanlik tilaydi. Bugun nashtadan keyin Shaybonixonning chaqirtganligini anglab, Sulton Mahmudxon boshqacha jonlanib ketdi. Shaybonixon oliylar bizga cho'qim rahim shafqat qiladi demaganmidim? Deydi u amir sarkardalarining tashvishli ko'zlariga qarab. O'ldirish niyati bo'lsa dargohiga chillab yurmaydi. Bu yaxshilikning alomati. O'z vaqtida menmi unga yaxshilik qilgan. Mening sarkard lashkarlarim bilan Buxoro, Samarqandlarni bo'ysundirgan. Bo'ldi qilsaxon olilari. Said Muhammad Mirzo har qancha qilibmi o'zini tutib ololmay zarda qildi. Shunimi aslarida tutsizlar. Ol Shaybonixon o'sha sarkard lashkarlarimiz bilan oxirgi hisobda silnimi asirga oldi. Toji taxt saltanatlarini tortib oldi. Sizlar hozirmi ham bizning posibonimiz? Xonlik hurmatlarini saqlag'aylar. Sulton Mahmudxon Said Muhammad Mirzoga yerning tegidan olib qarab qo'yib, ulug' kichik tindi. Qani janoblar, shafqatli xonimiz qudratli Iskandar soni Shaybonixon oliylarining dargohiga marhamat qilishsalar. Ishikda paydo bo'lgan Jonbek Sulton ularga qarab mag'rurlik bilan ketaydi. Talaffuzidan qilchilik hurmat tavazu yo'q edi. Ko'zlaridan kuchlik masxara chiqib turardi. Sulton Mahmudxon uning egilib salom berib o'tgandan keyin birinchi bo'lib eshikdan chiqdi. Sulton Ahmadxonning Shaybonixonning oldiga borg'usi bo'libmi akisining uningga qilgan xushomatini, uning oldidagi bechora turqini ko'rgisi yo'q edi. Navoda jazo maydoniga elib mangan bo'lsa, peshin tik tutib boradi. U Jonbek Sultonning alpoziga qarab, tirajab turib olsa, majburiy elib borganligini pamladi-da, ilojsiz eshik tarafga qarab mangdi. Uningga Said Muhammad Mirzo, Sulton Muhammad Xonika, Ne'mat Mirzo, Sulton Junaydi Barlas va boshqa sarkardlar agashdi. Shaybonixon ularni hashamatlik o'rdisida saqlab turgan edi. Necha yillardan beri o'zi o'ltirgan taxtda Shaybonixonning sur haybi bilan gidiyib o'ltirganini ko'rib, Sulton Mahmudxonning yuragi choyon chaqqandek vishida echishdi. G'azabdanmi, xo'rliqdanmi aytavur, putqulida jon qolmadi. Biroq yanala o'lim vahimasi jinini saqlab qilish tamasi g'olib keldida, paypaslab kelgunicha taxtning oldiga kelib yukindi. Muhtaram Sulton Shaybonixon oliylariga ehtirom bo'lg'ay. Shaybonixon g'oliblarcha qiyofat bilan Sulton Mahmudxonga bir qarab o'tgandan keyin shohnishinning o'ttirsida texchi o'ri turgan Sulton Ahmadxon Said Muhammad Mirzoga nazarini og'dirdi. Ko'nglida ularni Sulton Mahmudxonni do'rab yukinadi deb o'ylagan edi. Ammo ularning yo yukinmay, yo qo'l bog'lamay turganini ko'rib,
g'ushida ochiq kelgan bo'lsa-mu, lekin Sulton Mahmudxonning bechora turqidan biroz tasalli tepib, ochiqni besib oldi. O'rinlardan tursila oliylari, dedi Shaybonixon oliylari degan so'zni masxirlik talaffuzda qilib. Şol tapda bol dargohda ikkimizning o'rnining olmishib qilishi butunlay Tangrining irodasi. Nemali degan bilan yana sizlarga rahmat etsam bo'ladi. Navoda ayni vaqtda yordamlarga erishamagan bo'lsam, bu taxt saltanat menga nada turibdi? Har qancha yaxshilikni bilmaydigan odam bo'lib ketsam-mu, sizlarning qilgan ol yaxshiliklarni yondirish majburiyatim bordir. Oliylar marhamatlikdir, dedi Sulton Mahmudxon asta o'rnidan turib. Sulton Mahmudxon oliylarga kursi qo'yib beringlar. Saroy begi bir yog'och kursini ko'tarib kelib taxtning oldiga qo'yib berdi. "Qani joy olsizlar", dedi Shaybonixon Sulton Mahmudxonga o'ltirishga ijozat berib. Yog'och kursi bakmi ko'ni edi. Uni Shaybonixon maxsus Sulton Mahmudxonni o'ltirg'izish uchun nadandir toptirib kelganda qiladi. Yog'och kursi Sulton Mahmudxonning bastlik gavdasini ko'tarolmay nolalik g'ichirlab ketdi. Shu hamon ikki tarafda g'odiyib o'tirishgan Shaybonixonning sarkarlari pixildab masxirlik kulishdi. Sulton Mahmudxonning o'ltirgan bu o'rni Shohnishinning yo to'riga, yo paygoh tarafiga to'g'ri kelmaydi. O'ng sol tarafda o'tirgan amir sarkarlarning o'rniga mutava emas edi. Xuddi so'roq qabul qilayotgan jinoyatchining o'ltiradigan joyidan farqlanmaydi. Shaybonixon o'ltirgan oltin taxt bilan Sulton Mahmudxon o'ltirgan abjig'i chiqib ketgan bu yog'och kursi ro'shan selishtirma bo'lib qolgan edi. Aksining bu qadar haqoratlik masxaraga uchrayotganligini his qilgan Sulton Ahmadxon g'azabdan yerilg'idek bo'lib ketgan edi. Lekin Shohnishinning eshikda qilich yalang'ochlab turgan bir to'p jallodlarning haybisi bilan qo'lini mahkam tutqunicha so'g'uq tarlab turgan o'g'li Bobojaxon uning g'azabini besib qo'ydi. Shundoq. Dunyodagi har qanday bir ota o'g'lining ko'z oldida xo'rlanishni, haqoratlanishni yoki o'zining ko'z oldida o'g'lining o'ldirilishini xohlamaydi. Shu topda g'azabini bosamasa, Shaybonixon bu ikki ehtimollikning xohlagan birini qilishi mumkin edi. Shunga g'azabini zo'rg'a besib olib, o'g'lining qo'lini mahkam qisdi. Gapni uzartmayli, dedi Shaybonixon oradagi eg'ir sukutni buzib. Janobi og'i ini sultonlarning samiga avval shuni sep qo'yayki, ko'nglingizni to'q tutinglar. Sizlarni zinhor o'ldirish xiyolim yo'q. Lekin har qanday mehr shafqatning oz to'la muddasi bo'ladi. Ta mushu kamgacha xonlar naslidan biror malikaga nikohlanishni orzu qilib kelgan edi. Samarqandni olganimda Bobur Mirzo murodimni hosil qilib, egichisi Xonzoda xonimni nikohimga berdi. Demak, Amir Temur nasliga o'ylanish orzuyim amalga oshdi. Endi To'g'liq Temur avlodig'imi o'ylangim bor. Amaliyotda bu nikoh bizni tuqqandarchilikka boshlaydi. Urug' tuqqan bo'lib o'tsak, keyingi avlodlarimiz dushmanlikni tashlab, ittifoq yasaydi. Shuni sizlardan o'zimga, o'g'lim Temur sultonga va kuyovlim Jonbek sultonga 3 xotinni so'rayman. Adolat bana xon oliylarining o'ttirmizga adovatni ko'tarib etib, dushmanlikni nikoh yo'li bilan tuqqandarchilik almashtirmoq bo'lganligi biz uchun katta sharafdir, dedi Sulton Mahmudxon qo'l bog'lab turib. Oliylari shunchalik shafqat qo'lini sungan yerda, yilg'u 3 xotingan 30 xotin so'rasimi qo'limiz ko'ksimizda. Aksining bu javobini anglab, Sulton Ahmadxon nomusdan yerga kirib ketgudek bo'ldi. Sulton Mahmudxon oliylari azaldan marhamatlikdir, dedi Shaybonixon mag'rurlik bilan. Amisi sizlar shundoq deb rozilik bergandikin, men ko'nglimga pikkinimni deyaveray. Oliylarining kichik singlisi Malika Davlat Sulton xonimni o'g'lim Temur sultonga nikohlab qo'yaydi. Jahonda yotlarni tuqqan qilish uchun quda bo'lishdan yaxshi yo'l yo'qdir. Endi o'zim bilan Jonbek sultonga kelsak, Janobi xon oliylarining harmida bir-biridan go'zal
oy məsəllik xanish banolar köpdür. Navad aliylərə maqul kelsə, aşılardan xanish Ayşə Sultan xanım bilan xanish Qutnigar xanımni talaq qilgan bolsalar, ularni birdan nikohimizga olgan bolsaq, ham buni aliylarning bizga ko'rsatgan cheksiz himmati deb bilsak. Hayvan, munofiq. Bunda xo'rliqchi o'ldiribsan bo'lmasmidi? Şeybanxonning tap tatmay okisining xonishlarini xotinlikqa so'rashi Sulton Ahmad xonning qattiq g'ururiga tekkan edi. G'azabdan dir-dir titradi. Ko'zlari qonga to'ldi. Qudratli xon oliylarining talabi ijobat bo'lg'ay, dedi Sulton Mahmud xon engirgandek bir ovozda. Hozirdan boshlab xonish Oysha Sulton xonim bilan xonish Qutnigar xonim 3 taloq. Ah, Tangrim. Yana qanday xo'rliqlarga guvoh qilarsan? Okisining bu sharmandalarcha javobini anglab, Sulton Ahmad xonning vujudidagi qonning hammasi mengsiga o'rladi. Endi uning savr qochisi butunlay to'lgan edi. Gap qilmoqchi bo'lib og'zini o'mallab turishiga birdanla mengsiga pichoq sanjilgandek bo'lib, ko'z oldi qorong'ilashdi-da, santirilib yiqildi. Said Muhammad Mirza qatorliq bir qancha amirlar darhol uni yo'lashga tutindi. Bu xo'rliq, haqoratga bardoshlik beramagan Sulton Ahmad xon g'azabdan bo'g'ilib, o'shidan ketgan edi. Şeybanxon buningga parvo qilmagan holda o'ziga hamoqatlarcha qarab turgan Sulton Mahmud xonga tashakkur bildirdi. Oliylarining ko'ngli ko'ksi haqiqatan daryodek keng ekan. Kulli inson qarindoshdir deydigan gap bor. Bizlarga dushmanlashish ne hojat? Birdamdila tuqqan bo'lib qoldik mana. Shu topda kimmi bizni raqiblar deb fitna qila olsin? Xolislar bir necha kun tursilar, mehmondorchilik qilishayli. Sizlarga sohibxonlik qilib, o'z qo'lim bilan bir piyola choy tutib olay. Oliylarining himmatiga tashakkur. Dedi beshining omon qolganiga xush bo'lgan Sulton Mahmud xon Şeybanxonning qishidan tezroq ketishga oldirib. Ko'ngillariga kelmasa, mehmondorchilikdan uzr so'raydi. Ondaq bo'lsa, menmi tutib olmay. Har qachon silma otimrasimlarni seg'indilar. Buningdan keyin bu tasarrufga mehmon tariqasida kelsalar, har qachon qo'lim ko'ksimda. Shart shuki, yolg'iz kelsalar. Haras, inalari Alojxonning xonzodasi Saidxonni, oqsi amri Shayx Boyoz jang maydonidan jarohatlangan holatda tepib olib, dargohimga avatibdi. Hozir jarrohlar amlayotdi. Ol xonzodaning oqsidagi jangda ko'rsatgan bahodirligini ko'rib, bakli qoyil bo'lib qoldi. Shunga uni tarbiyamga elib, bir necha vaqt yenimda turg'izmoqchiman. Shunday qilsalar, u farzandlarga o'xshash, dedi Sulton Mahmud xon xushomat qo'yliq bilan. Yonlarida tursa fazilat o'ginadi, bahodirliklari udum bo'ladi. Şeybanxon Sulton Ahmad xonning Turponga qaytgandan keyin qayta lashkar tortib kelishidan ansirab, Saidxonni turg'oq qilib elishni ko'ngliga pukkan edi. Shunday qilib, Sulton Mahmud xon beshining omon qolganiga shukr qilib, o'shsiz yotgan enisi Sulton Ahmad xonni ma'baga silib, Toshkentdan chiqib ketdi. Kashkuzning ochiq shamli shafqatsizlik bilan nashtar sanjaydi. Babur o'tchaklar qurib, go'zalligini yo'qotgan elak yoyliqida qalbidagi azob, hasrat, qayg'u, tashvishlarga qilchilik tasalli topolmadi. Shu kunlarda uning ichimi mushu yoyliqdek qup-quruq edi. Ochiq shamol o'shqetib turgan dalada ig'irlashgan qadamlarini asta yo'tkab, yolg'iz aylanatdi. Goh umid, goh umidsizlik aralashgan tuyg'ular yurakini qurtdek hojilab orom bermaydi. Yiroq-yiroqlarga tikilgan ko'zlaridan mung hasrat to'kiladi. To'xtamay ulug' kichikdan otdi. Navkarlari o'lab kelgan yovi to'shqan, kiyik, jaranlarning kavoblari og'ziga tetmaydi. Onasi Qutlug' Nigor xonimning chediriga o'zini zo'rlab turib kiratdi. Garchi onasi qoqshimigan,
dard tökmegen bolsunmu, bu vayronchilik, sargardonlikning sababchisi o'zdek tuyg'uga kelib, onasining hasratli ko'zlariga, g'amgin chiroyiga qarashga jur'at qilolmaydi. Andijondagi mag'lubiyatdan keyin o'shda turishqimi amal bo'lmay, Barakuh tog'lariga qochib kelgan Bobur oyg'oqchilar yetkazgan bir-biridan dahshatli xabarlarni anglab, ishonchini butunlay yo'qotgan edi. Ikki tog'isining asirga tushib tal-to'kis mag'lub bo'lishi, Shaybonxonning ularni haqoratlab, xotinlarini majburiy taloq qildirib, ko'z oldida nikohiga elib olishi, So'ylik mo'misi Eson Davlatxonimning qazo qilishi uningga qattiq ig'ir kelgan edi. Oqsida nazarband qilingan enasi Jahongir Mirzning Shayx Boyazning ko'zini g'alat qilib qochib kelishi uningga oz to'la tasalli bo'ldi. Gerçi bu vayronchilik, sarsonlikning tunji sababchisi o'sha aqlsiz, vafosiz enasi bo'lsa-mu, yana uningga quchoq ichib ko'rishdi. Qilgan atganlarini yuziga selib xijil qilmadi. Xudoga 100 ming qatli shukr. Har na bo'lsa onamni yenimdan ayirmagan ekanman. Bo'lmasa Shayboqning tog'larimga qilgan haqoratlariga hargiz bardostlik berolmaydi. Bözürük momam Eson Davlatxonim dard ichida o'lib ketdi. Egichim Xonzoda xonimning ahvoli qandaqroq ekan? Oyg'oqchilarning deyishicha bo'yida bormish. Balkim qo'sqidagi bolsiq tortishib, u Shayboqning harmida azob tortishga rozi bo'lgandi. Har qanday bir ona farzandining yetim bo'lib qolishini xohlamaydi. Egichim shundoq. U meni deb o'sha azobni, xo'rliqlarni tortishga rozi bo'lgan edi. Endi qo'sqidagi bolasi uchun yashaydi. Nima bo'lmasin, enim Jahongir Mirzning yenimga qaytib kelgani yaxshi bo'ldi. Gerçi qo'limizda na saltanat, na zaminimiz bo'lmasin. O'sha sho'r peshani egichamdan boshqa qarindoshlar billa turibdimiz. Shafqatli Allohning bu inoyatiga shukr. Egiz bir döngü chiqib olgan Bobur Yesar tarafga umid bilan nazar tashlaydi. Chatcho'risiga ko'z yetkisiz ilak yoyliqi tip-tinish bo'lib, na otliq, na piyoda biror odamning qarisi ko'rinmaydi. Xusravshohning nomardligini bilib turib, ziyoda umid bog'lab ketdimmi nima? Qosimbek qochim meni Yesar tarafga kelishga choparman avatishida nimani ko'zda tutgan bo'g'iydi. U Xusravshohdan aniq javob olmay turibla menga xabar bermagan vaqtcha. Xusravshoh ishonchli odam emas. Garchi uning tavalligidan 2 navbat o'tgan bo'lsa-mu, boshqalar qilgan odamgarchiligini menga qilmadi. Amir sarkarlarning niyati qandaqroq ekan? Qosimbek qochim puxta, tadbirlik odam. Biror asosi bo'lmasa, Yesar tavasiga kelishimni talab qilmaydi. Mayli, yana bir necha kun sabr qilay. Yaxshi xabar kelib qolar. U do'ngdan tushib chetir tarafga qarab mangdi. U Andijondagi jangda bor visotidan tamoman ayrilgan edi. Nökarlari uning shohona chedirni saqlab qolgan edi. Hozir o'sha chedirda onasi Qutlug' Nigor xonim turib o'tadi. Nökarlar uningga olchuq yasab bergan edi. Olchuq Ka'ba deb izohatdi. Taqdir qismat degan ajoyib bo'ladi ekan. Hashamatlik o'rlarda, katta qasrlardami yashabdiman. Kunlarning birida vayrona bir olchuqning panohgohim bo'lib qolganligini zinhor o'ylamagan ekanman. Buningga shukr. Boshda bergan egisi kiyimmi beri. Olchuqqa kirgan Bobur ana shularni xiyol qilg'ach, yumshoq to'shakka yonboshladi. Oliylarga ma'lum qil, ko'rishiman. Bobur Shirim tog'ayining ovozini anglab, likkida beshini ko'tardi. Tog'a, kiribaslar. Shirim tog'ayi kirib salom berdi. Yuqori o'sida tog'a. Shirim tog'ayi Bismillahirrahmanirrahim deganicha Boburning oyoq tarafida o'ltirdi. Gerçi kot-kot, chiqimchi bo'lsa-mu, yenidan ayrilmay xizmatini qilib kelayotgan bu ona jamoat Shirim tuqqunini Bobur xeyli hurmatlaydi. Amir sarkarlari orasida yeshi eng cho'ng kishi mushi edi.
Babur uning oppoq soqollariga, judangi chiroyiga hurmat bilan nazar tashladi. Muhammad Husayn Ko'raganni derakligini ketgan oyg'oqchi qaytib keldi oliylari. Ko'ragan janoblar hozir nerda ekan? Qora tekin tarafdagi tog'larda qechib yuribdi. Dedi Shirim tog'ay chiroyini purishtirib. İlkili shuncha ko'p nökri turibmi, Shaybonxon bilan ro'baro kelishga petinolmagan chog'i yoki Sulton Mahmudxon oliylarining orqasidan bormabdi. Xeyli bahodirlardan deb hisoblaydim. Aslida bir to'q yurak odam o'xshaydi. Shirim tog'ay odatda har qanday bir odamni yomonlab, qilgan ishidan qusur chiqarib turib gapini qiladi. Babur uning bu xuyini obdan bilgachga Muhammad Husayn Ko'raganni yomonlashtirgan ancha e'tibor qilib ketmadi. Muddasini bilalabdimi? Qora tegin uzoq jon saqlashga muvofiq joy emas. Xusrav shoh bilan xat aloqa qilishgan chog'i muddasi hozircha aniq emas. Ammo oyg'oqchimiz Xusrav shoh elchisining uning dargohiga kelganligini ko'ribdi. Ahvoldan qaraganda Xusrav shohdan panohlik tilgan o'xshaydi. Aslida sizlarning dargohlariga salomga kelish kerak edi. Boburning quloqiga Shirim tog'ayning keyingi so'zlari kirmadi. Muhammad Husayn Ko'ragan Xusrav shoh bilan aloqa qilishgan bo'lsa, men Hisarga umid bog'lamasam bo'g'dak. Xusrav shoh azaldan mendan ehtiyot qilib kelgan. U o'ziga ittifoqchi izdasa, cho'qim Muhammad Husayn Ko'raganni tanlaydi. Qosimbek qo'chinining qishimiga darhol choparman avatmasligi mush sababdan ekanda. Bo'ptilar. Xusrav shoh bilan mening ko'maklashganimdan Muhammad Husayn Ko'raganning ko'maklashganining yo'li bor. Chunki Xusrav shoh menga ishonmaydi. Meni hamon bir kun ikki navra qarindishning qisosini oladi deb o'ylaydi. Ko'ragan janoblari uning kuchidan foydalanib Shaybonxonga taqobil tursa mayli emasmi? Menga boshqa bir yo'l chiqa. Qosimbek qo'chindan tezroq chaparman kelsa bo'ladi. Ko'tuldashlarga Boburning ifoda bildirmaganini ko'rgan Shirim tog'ay ostan so'radi. Elak yoyliqida turavermay yurt ichiga yo'tkilaylimikin? Hech bo'lmaganda xo'ja imot tavasiga borsak Esarg'imi yaqin. Qosimbek qo'chin bilan aloqalashmoqmi oson bo'ladi. Ol Qo'chinbek janoblarimi xuddi oltin chayna paqisdak yo'qoplab ketdi. Yo halol, yo harom deb jo'ylisi bo'ladi. So'g'uq bag'ansir kuchib ketib boradi. Olchiq endi bu so'g'uqqa daldi bo'lolmaydi. Qo'chinbek Hisarning issiq saroylari rohatlanib o'tirganda balki. Qosimbek qo'chinning chaparmaniga mushayli ko'rsayli deb qo'yibdimiz. Qo'zg'ilib ketsak uchrashamay qolamiz. Babur to'g'ri paraz qilgan edi. Atsi chashqa vaqtida Qosimbek qo'chinning chaparmani yetib keldi. Begzat bir odam 7-8 nökar bilan birga kelgan edi. Bu kishi Xusrav shohning inisi boqi chag'on ya'ni Tarxonning sarkardalaridan xatib qarshi bo'ladi deb tunishtirdi chaparman. Podshoh oliylariga ehtirom bo'g'ay, dedi xatib qarshi Boburga salom berib. Kamillarni boqi chag'on ya'ni janoblar bilan Qosimbek qo'chin janoblar avatdi. Sul tapda ular yo'llariga muntazir bo'lib turibdi. Ular hozir nerda? Oldirab so'radi Babur. Ular podshoh oliylarining istiqboliga Termizda chiqmoqchi. Bo'ladi. Berib javobimni yetkazsinlar. Termizda ko'rsaylik. Xatib qarshi Babur bilan xo'shlashib ketib qoldi. Chaparman yo'l boshlaydigan bo'lib qolib qoldi. Ol baqchagan ya'ni ishonchlikmidi? Dedi Shirim tog'ay xatib qarshini uzitib qo'ygandan keyin. Og'isining irodasiga baxmay biz bilan ittifoqlashishga ixtiyor qilganiga hech ishongim kelmaydi. O'shtush yo'l menib yurmasak bo'ladi deyman. Sarpuldagi jangdimi amdan bo'lishga va'da qilib qo'yib kelmagan edi. Babur uning ko'tuldashlariga parvo qilmay nökarlarni yuk taqlarni yig'ishtirib safar tayyorligi qilishga buyurdi. Muhammad Husayn Ko'ragan Sulton Mahmudxon bilan Sulton Ahmadxonning orqasidan berishni yoki Shaybonxon bilan kuchining yetishicha tirkishini bilolmay boshqa tinchlikda qolgan edi.
Aka-uka xonlarning orqasidan borsa, ularning omon lashkar to'plab qaytib keldiganligi uningga ayon edi. Xonlarning yanida inim Said Muhammad Mirza bor. Mening berishim hojatsiz. U lashkari ishlarning uddasidan chiqalaydi. Eng yaxshisi ularning qayta lashkar tortib kelishini saqlab turay. Biroq Qortegin uzoq muddat panohlangudek joy emaskan. O'rtipidan oldirab yenib chiqmasam bo'pti ekan. Munofiq Shaybonxonni xonlarning jiniga qasd qilmasin deb qoptiman. Uning xonlarni yo'lga selib etadiganligini bilgan bo'lsam, o'rtipini mahkam bekitib turar ekanman. Mana endi o'rtipim Shaybonxonning qo'liga o'tib ketdi. Qortegin bo'lsa, cho'ngroq ishda o'rtishni ko'ngliga pukkan odamga panohlangudek joy emas. Bobur podshohning ilkida na lashkar, na viloyatning tayini yo'q. Ahvoli mendanmi battar. Yaxshiroq biror viloyatni qo'limga kirgizib olsam, og'i ini xonlar qaytadan lashkar tortib kelib bo'lguncha Shaybonxon bilan tirkashkash turatdim. Ahmad Tanbal bilan aloqalashib ko'raymi-ya? Nimalar degan bilan u mening ko'kildishim, talpimni yada qo'ymas. Uning Ahmad Tanbal bilan birlashish plani tezli barbod bo'ldi. Ahmad Tanbal uning taklifini keskinlik bilan rad qilgan edi. Shu kunlarda Shaybonxon Bobur bilan Muhammad Husayn Ko'raganni tutib, to'liq xotirjam bo'lish uchun ularni har tarafdan izlab o'tdi. Shaybonxon bilan uchrashib qolsa tankilanmaydiganligi Muhammad Husayn Ko'raganga ayon edi. U nima qilarini bilmay toza g'amga bekib turganida o'ylimga yerdan Xusrav Shohning chaparmini yetib keldi. Shu kunlarda Shaybonxon taraf-tarafga poyloqchi lashkar avatib, Bobur bilan Muhammad Husayn Ko'raganning derkini qilg'ash, Xusrav Shohni yo'qotib, Hisor bilan Qunduzni elishning tayyorligini qilib o'tdi. Xusrav Shoh shu sababdan Muhammad Husayn Ko'raganga chaparmen avatgan edi. U Xusrav Shohning xatini ichib o'qidi. Assalomu alaykum. Hurmat e'tibori podshoh sifatlik, mardonligi bahodir sifatlik, fazilat va farosati donishmand sifatlik Mirza Muhammad Husayn Ko'ragan janoblarga kamina Xusrav Shohdan behisob salomlar bo'lgan. Ushbu kunlarda muhtaram Sulton Mahmudxon oliylarining o'zi parvish qilgan tuzkor Shaybonxonga tutqun bo'lib, saltanat toji taxtdan ayrilib, otim rassiminiga haydalganligidan xabar tepib, to'limi afsuslandim. Ko'ngil oromim buzilib, uyqum haram, taomlarim so'qim bo'ldi. So'qim degan zahar deb izohat. Nomardga ko'ngil berish xuddi to'nglab qolgan yilonga ish chog'irtib qo'yniga solgandek ibratlik ish ekanligini yana bir qatim his qildim. Xayriyat bu gaplarni deb ko'ngil jarohatlarini tatlamay. Ayg'oqchilardan xabar topdimki, ol munofiq Shaybonxon mushu nesivasiga shukr qilmay, Bobur podshoh bilan janoblarining jiniga qasd qilish uchun taraf-tarafga lashkar mangdirib izdatkizib yetibdi. Sizlarning raqiblari albatta bizning raqiblarimizdir. Balki marhum Sulton Mahmud Mirzaning ikki xonzodasi uchun mendan ranjigan bo'lishlari mumkin. Albatta ol ikki xonzoda o'z farzandim bilan o'xshash edi. Balkim ulardanmi chora ko'ratdim. Ammo ular suxanchi amirlarning fitnasiga ishinib, meni dushman qatorida ko'rib, avval cho'ng xonzoda Mas'ud Mirza, keyin o'tiranchi xonzoda Boysunqur Mirza orqa-orqadan meni o'ldirishning qasdiga tushgan edi. Shunga vahima tufaylidan ilojisiz o'sha nachar qiliqni qilib, ulardan avval qo'l soldim. Chunki o'ldirman desa, to'shqan jinidimi odam tishlaydi emasmi? Hamda o'sha gunohimni yuvish uchun sizlarga bo'lgan sadoqatimni shu darajada tirishchanlik bilan ado qilamanki, ul qabih ishimga al jamoat ta'na va la'nat yog'dirgan bo'lsa, sizlarga bildirgan sadoqatim uchun jahon ahli oprin etqay. Shu sababdan sizlarni dargohimga tovanchilik bilan taklif qilaman. Sizlarning Yesorga qadam keltirishlari men uchun Tangrining cheksiz himmatidir. O'zlariga oyoqdagi oshtakli oyoqki, hozir Shaybonxonning hayvat hashamati eng yuksaklikka ko'tarildi. Sulton Mahmudxon oliylarining taxtida o'tirib, terisiga sig'may qoldi va atrofidagi xon sultonlarning saltanat simillariga ko'z tikishga boshladi. Shunga uning bu yil bizning ustimizga ondan Xurosonga lashkar tortish ehtimoli bor deb gumonlanaman.
Sizlardan qilchilik yo'shirmayman. Biz hozirgacha Shaybonxon boshchiligidagi ul o'zbek toifasi bilan jang qilib boqmaganmiz. Ularning ahvolini, jang odatlarining qanday davomlashadiganligini bilmaymiz. Har bir qavm, har bir toifaning rasm qoidasi, jang usullari boshqacha bo'ladi. Mayli jangi jidal, mayli sulhi va do'stlik qilishda bo'lsin, odat va qonunlar boshqacha bo'ladi. Har bir toifaning odatini bilmaguncha, ul toifa bilan qarshilashish mushkuldir. Dargohimda xeyli ko'p sipohlar bo'lsa-mu, lekin hech qaysining istidodi sizlarga yetmaydi. Sizlar o'zbeklar bilan nurg'un qitim jang va sulhi qilishgan. Oralarida nurg'un g'alaba va mag'lubiyatlar bo'lgan. Nurg'un taraflarda ul toifa bilan o'xshashliklar ham bordir. So'ng dargohimga kelsizlar. Lashkariy islohga muvakkal bo'lib, Shaybonxonning muqobilasiga chiqishda rahnamo bo'lsalar. Qaysi ishni muvofiq ko'rsizlar, uni menga bildirgaylar. Sizlar ko'rsatgan yo'lning sirtiga qilchilik chiqmayman. Chunki mening hukumat va saltanatimning binosi sizning oqilona fikr tadbirlarining to'riki bilan o'ritirg'usidir. Yo'llarga kech-kunduz muntazir bo'lib turg'uchi Xusrav Shohdan deb bilirlar. Xusrav Shohning bu taklifi Muhammad Husayn Ko'raganga xuddi chanqilganda do'g'ab pishgandekli yoqdi va buni Tangrining o'ziga qilgan cheksiz inoyati deb tushandi. Hisar shahrining sirtidagi Chinorbog' qarmoqqa bostirib kelayotgan yovg'i taqobil turish uchun hozirlangan lashkargohda emas, balki ko'nglechish uchun tuzilgan boravat so'riniga o'xshab qolgan edi. Muhammad Husayn Ko'raganning maslahati bilan barliq lashkarlarni shahardan elib chiqqan Xusrav Shoh bargohini mushu Chinorbog'ga o'rinlashtirib olgan edi. Muhammad Husayn Ko'ragan uningga bargohni Shaybonxon keladigan yo'l ustiga qurish, atrofidagi muvofiq joylarga bir qism lashkarlarni bo'ktirma qilish maslahatini bergan bo'lsa-mu, kor qilmayotdi. Texi 2 oy burun uni taklif qilib, katta hashamlar bilan kutib olgan Xusrav Shohning ilgirgi qizg'inligidan hozir asarmi qolmagan edi. Muhammad Husayn Ko'raganga qizg'in muomala qilmaydi. Ko'rsatgan har bir maslahatidan gumonlanadi. Hozir u nomda amirlashkar bo'lgan bilan amaliyotda qilchilik huquqi yo'q edi. Xusrav Shohning bu tuturuqsizligi Muhammad Husayn Ko'raganni allaqachon bezor qilib qo'ygan edi. Inisi boqi chag'on yonining Bobur bilan birlashib olib, atrofiga hadab lashkar jug'layotganligini, bir qism amir beglarning Boburning atrofiga to'planayotganligini bilgan Xusrav Shoh birdan vasvasaga tushib, Muhammad Husayn Ko'ragandan ehtiyot qilib qolgan edi. Xusrav Shoh ko'rsatgan maslahatini qabul qilmagandan keyin Muhammad Husayn Ko'ragan o'zining sarkarda lashkarlari bilan Chinorbog'ning sirtiga qarorgoh tikdi. Ayg'oqchilar har kunidagidek yovning ahvolidan xabar yetkazib turadi. Bugun u Xusrav Shohning qishig'i yana keldi. Yov lashkarlari kechikkanda bugun kechga yetib keladi, dedi u parvosiz o'tirgan Xusrav Shohga qarab. Qarorgohni endi yo'tkimsak kechikib qolamiz. Xotirjam bo'lsizlar Ko'ragan janoblari. Sarkard lashkarlarimiz allaqachon hozirlanib bo'ldi. Bir eg'iz farmonimiz bilan hammasi taq bo'ladi. Sizlar Turshavul bo'lishni xohlamasizlar, Chog'dovul bo'lsinmi mayli. Kaminlari garchi takliflar bilan Hisarga kelgan bo'lsam-mu, ul munofiq Shaybonxon bilan har qachon tig'mi-tig' elishishga ont ishganman. So'ng Turshavullikni albatta o'zim zimmamga olaman. Ammo ayg'oqchilarning yetkazishicha, yov lashkarlarining soni xeyli bor emish. So'ng Turshavullardan boshqa Ilg'or, Javang'or, Barang'or qo'shinlarini tashkillash kerak. Bu qo'shinlar o'zaro moslashgandalar, ondan yovning muqobilasiga muvaffaqiyatli chiqa olamiz. Shaybonxonning qo'shinlari to'lg'imsab tuzib hujum qilishga mohir. To'lg'imsab qarmoqqa ojiz, kalonpaydek ko'ringani bilan to'limi harakatchan, jang qilib yetib shaklini o'zgarta oladi. Bosh tarafi quyruq tarafga, o'ttir qismi xohlagan tarafga hamdamda bo'la oladi. Buningga taqobil turishning eng unumli usuli bo'ktirma qo'yish va tuyuqsiz chanash. Chanash deganlarini tushunammidim janoblari? Chanash deganimiz palti bilan yilonning xohlagan yerini chanab, butun tenining harakatlanishiga zarar yetkazmakka taxlit qilingan hujum qilish usulidir.
Böktürmelerimiz aşı yılanını çanaydigan paltının dal özüdür. Xusrav Şah düşendim deganni qilib beshini langshitdi, ammo gap qilmadi. Izohatni o'qib o'tay. Turshavul hujumchi, chag'davul muhabbazatchi, ilg'ar oldin yurgichi, javanqar o'ng qanot, baranqar so'l qanot debdi izohat. Sizlar qo'lda turib sarkard lashkarlarga madad bersizlar. Men qolgan sarkardlar bilan birlikda yovning muqobilasiga chiqay. Şunu bugün sarkard lashkarlarni muvofiq joylarga o'rinlashtirib olish zarur. Yovni ko'rgandan keyin ondan lashkar o'rinlashtiramiz desak, oldirab qolamiz. Jang tadbirimiz puxta bo'lmaydi. Bo'ladi. Sizlar avval qaytib tursizlar, dedi Xusrav Shah bir bas o'ylanib olgandan keyin. Xusrav Shahning yana oldirmayotganligini ko'rib, Muhammad Husayn Ko'ragan o'z qarorgohiga qaytishga majbur bo'ldi. U nimishqa menga ko'ngildagini bildirmaydi. Şeyban Xon bilan jang qilishga ro'y bo'lmasa, ochiq desa bo'ladi. Yov burnimizning ostiga kelib qolgandimi, yana lomzallik qilib tilini chaynaydi-ya. Uning zodi qanday maqsadi bor? Şeyban Xon bilan jang qilg'is bo'lmasa, meni chillab yurmasdi. Mayli, yana saqlab boqay. Shu daqiqada Xusrav Shohning kallasi ziddiyat bilan to'lib ketgan edi. Şeyban Xonning qanchalik zo'r lashkar bilan kelayotganligini oyg'oqchilar orqali allaqachon xabar topgan edi. Hisar bilan Qunduzni Şeyban Xonga torttirib qo'ysa, xuddi Muhammad Husayn Ko'ragan bilan Boburga o'xshash qoshqun, sargardon bo'lganligi o'ziga ayon edi. Ilkidagi barliq sarkard lashkarlarni Muhammad Husayn Ko'raganga topshirishni albatta xohlaydi. Lekin uning lashkariy huquqni changalig'i elvilibla o'ziga qarshi chiqishidan andish qiladi. Ko'ngliga soy tashlab turgan bu gumon boshqa ko'ngil xohishini butunlay rad qiladi. Inisi Chag'anyonining Bobur bilan birlashib olishi aslida tuturuqsiz Xusrav Shohni texnik gumonxo'r qilib atgan edi. Enim degan aqlsiz badrakni Qosimбек uchun ozdirib ketdi. Muhammad Husayn Ko'ragan Boburning hammasining eri. Ular nimali degan bilan tuqqan. Vaqti kelganda mendan yuz o'rib, Boburga quchoqlashmay qolmaydi. U chog'da ilkimda lashkariy huquq bo'lmasa, bormoqchi ishlab qolaman. Shundaq, lashkariy huquqni uningga tutqizishga hargiz bo'lmaydi. Biroq, kalkundek bostirib kelayotgan yovg'i taqobil turmasam, lashkardanmi, shunchalik yiqqan dapini dunyoyimdanmi, taxt saltanatdanmi ayrilib qolaman. Hisob bilan Qunduz menga harom bo'ladi. Navoda Şeyban Xonga itoatgarligimni sunsamchi, u mening hozirgi martabamga rioya qiladimi? Hisar bilan Qunduzni o'z oldimga boshqarishimga yo'l qo'yaman. Sulton Mahmud Xondek shafqatchisi vafo qilmagan odam menga hargiz vafo qilmaydi. Balki meni oddiy navkarchiligim ko'masligi mumkin. Xonzoda Sulton Ali Mirzani yo'qolan bahonlar bilan o'ldirib, Samarqandni o'ngchi egilib oldi-ku oxir. Uningdan yaxshilik kutish, toshqonning yo'lvasidan yaxshilik kutgani bilan o'xshash. Boy Muhammad Husayn Ko'ragan yaxshi tadbir ko'rsatdi. Şeyban Xonga taqobil turman, taxt saltanatimni saqlab qolaman deyotganman. Hozirla sarkard lashkarlarimni uning deganidek o'rinlashtirishim kerak. Lekin bu ish mening qo'limdan kelmaydi. Yana uning og'ziga qarashim kerak. Qanday qilsam bo'ladi ekan? U aniq bir qarorga kelolmay kunni kesh qilib o'tdi. Muhammad Husayn Ko'ragan bo'lsa, uning qishig'i qaytib kelmadi. Bo'ldilar. Mushtaqqchi Şeyban Xondan texti shapi yo'q. At Muhammad Husayn Ko'ragan bilan birga turib buyruq tushiring. Shunda qilsam lashkariy huquqni qo'limda tutib tura olmayman. Lashkarlarni uning ko'rsatgan tadbiri bo'yicha jangga o'rinlashtira olmayman. Muhammad Husayn Ko'raganning Xusrav Shohning yanada ekanligidan xabar topgan Şeyban Xon boshqacha ehtiyotchan bo'lib ketgan edi. Şunu o vaqtni qasdan kayniga so'rab, ko'zlagan manziliga yarim kechada yetib keldida, oldirash bargoh tikib, lashkarlarni orom oldirib oldi. Uning ustiga uning bu qitimqi lashkar tortishim Xusrav Shohning amaliy lashkar kuchini sinab beqish edi. Navoda Xusrav Shohning kuchi Parizdagidan kuchli bo'lsa, boshqacha tadbir qo'llanishni ko'ngliga kutgan edi.
Hürmetlik anlıqçılar, bugün kitabını muş yergacha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib anlığınızlarga rahmat. Xayr, xo'sh, aman bo'lgaysizlar.